Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Aleksandr Dyuma. Bu nomni eshitmagan kitobxon juda oz topilsa kerak. Uning 1844-yilda yozilgan Graf Monte Cristo asari butun dunyo kitobxonlari uchun abadiy durdonalardan biri hisoblanadi. Demak, bugun 5 daqiqada Graf Monte Cristo yoxud F qal'asining mahbusi haqida gaplashamiz. Asar markazida dengizchi Edmond Dantes turadi. U yosh, samimiy va mehnatsevar yigit. Taqdir esa unga keng yo'llar ochgandek ko'rinadi. Kema kapitani bo'lish arafasida. U sevgilisi Mercedes bilan baxtli hayot sari intilayotgan damlar. Biroq hasad va nafs har qanday buyuk rejalarni yo'qqa chiqaradi. Dantesning atrofida do'st bo'lib yurgan Fernand Danglar kabi bir guruh insonlar uni yo'qotish uchun reja tuzishadi. Yolg'on ayblov uyushtirib qahramonni qamoqqa tashlashga erishadilar. Dantes qamoq devorlari orasida taqdir bilan yuzma-yuz qoldi. Dastlabki yillarda u umidsizlikka tushdi. Hech qanday yorug' yo'l ko'rinmasdi. Biroq qamoqda Dono Faria bilan tanishish barchasini o'zgartirdi. Faria unga ilm, siyosat, tillar va hayotiy tajribani o'rgatdi. Bu tarbiya orqali Dantes oddiy dengizchidan aql va bilim sohibiga aylandi. Donishmand Farianing qo'lida yana bir sir bor edi. Monte Cristo orolidagi tuganmas xazina. Uning o'limi Dantes uchun og'ir zarba bo'ldi. Biroq aynan shu fojia unga erkinlik yo'lini ochgandi. Qamoqdan qochish sahnasi romanning eng dramatik burilish nuqtasi hisoblanadi. Dantes yillar davomida tosh devorlar, zulmat va yolg'izlik bilan kurashdi. Faria o'rgatgan bilim va cheksiz iroda unga kuch berdi. U mahbusning jasadini almashtirish orqali qutulish rejasini amalga oshirdi. O'zini o'lganga solib qismatdoshining o'rniga qopga kirib yotdi. Keyin u dengizga uloqtirildi. Ozodlikka erishish uchun jon jahdi bilan kurashishga to'g'ri keldi. Bu sahna shunchaki qamoqdan qochish emas, balki inson irodasining g'alabasi, ruhiy qayta tug'ilishga o'xshardi. Erkinlik va xazina Dantesni yangi shaxsga aylantirdi. Endi u oddiy dengizchi emas, balki sirli va qudratli shaxs, Graf Monte Cristo sifatida namoyon bo'ldi. Uning hayotida endi faqat bir maqsad bor edi: xiyonat qilganlardan adolat talab qilish. Ammo bu intiqom shunchaki yovuzlik emas, balki rejali, har bir qadamda hisob-kitob qilingan harakatlar edi. U Fernand Danglar va Villefort kabi dushmanlarning o'ziga xos zaif nuqtalarini topib, ularni mag'lub etdi. Mercedes esa Dantesning taqdirida alohida o'rin tutdi. U sobiq sevgilisini tanimay qoldi. Chunki uning oldida endi ilgarigi sodda yigit emas, balki azoblar orqali ulg'aygan, sirli va qudratli odam turardi. Bu uchrashuv asarning ruhiy dramatizmini yanada chuqurlashtiradi. Graf Monte Cristo orqali Dyuma inson taqdiri, iroda va adolat haqida chuqur falsafiy savollar qo'yadi. Roman o'quvchiga shunday ma'noli xulosani yetkazadi. Adolat kechiksa ham u albatta g'olib chiqadi. Ammo bir vaqtning o'zida intiqom inson qalbini og'ir sinovlarga solishi mumkinligi ham ko'rsatiladi. Dantesning yo'li shunchaki shaxsiy g'alaba emas, balki butun jamiyat uchun ogohlantiruvchi kuzgudir. Bugungi kunda ham bu asarning dolzarbligi yo'qolgani yo'q. Xiyonat va adolat, muhabbat va intiqom har bir davrda, har bir jamiyatda mavjud mavzular. Shu bois Graf Monte Cristo asrdan asrga o'tib millionlab o'qirmanlar qalbini zabt etmoqda. Aleksandr Dyumaning bu shoh asari inson irodasi, sabr va adolat yo'lidagi kurashning uzoq va og'ir, ammo sharafli yo'lini ko'rsatadi. Dantesning qamoqdan qochishi va Monte Cristoga aylanishi orqali yozuvchi haqiqat va adolat kechiksa ham uni hech kim to'xtata olmasligiga ishora qiladi. Kimdir kelib sizning yoqangizdan olmasligi mumkin, biroq haqiqat sizning o'zingiz bilan yolg'iz qolganingizda namoyon bo'ladi. O'zingiz bilan suhbatlashasiz, yomonligingiz, dushmanligingiz uchun o'zingizni ayblaysiz. Kechira olmaysiz. Albatta shunday fursat keladi. Adib aslida ana shu haqiqiy intiqom demoqchi bo'ladi. Asar juda ajoyib yakunlangan. O'sha jumlani tez-tez takrorlab turaman. Kutmoq va umid qilmoq kerak. Zukko kitobxon uchun bu ko'p narsa degani. Darvoqe, sizga mutolaa ilovasini yuklab olishni tavsiya qilamiz. Bu ilova katta bir kutubxonani eslatadi va u doim cho'ntagingizda bo'ladi. 5 daqiqada ko'rishguncha. Vaqtingizga rozi bo'ling.